temir hikoyalardan birinchi seriya. Mashinamiz. Obyektimizga kelganmiz. Bitta грузовой подъемник qo'yamiz, xudo xolisa. Уже ancha ishlari bitib qoldi. Qanotbek, Davron aka, tanishib qo'yamiz. Boriy shopirimiz. Bozordan mana shunaqa telefon oldik. Elektrichеский. 220 750 ga 1,5 tonna 30 metr trosli. Endi boshqa bir obyektimizga kelganmiz. Bitta problema chiqib qoldi shu yerda. Klientimiz aytishlari bo'yicha mana bitta bolalar dabdala qilib ketgan ekan. Musorga to'ldirib, endi mana mana salapan bilan o'rab chiqamiz hamma joyi. Supurgi berdilar, mana shularni supurib, musorlarni olib ketamiz. Tanishib olamiz. Nodir katta svarshik ustamiz. Voy, Shohzamon, taqa chiqib qolding. Shohzamon, shogird. Kamina Kamtarin, Dinar Bo'riyev. Yana boshqa bolalarni ham ko'rsatib o'taman. Naves qolmiz bu yerda. Obed qilishga keldik. Keyingi seriyalarda qolganlarni ham tanishtirib o'taman.